Türkiye'nin 2023 yıldaki harbiy kuchi. Eskartish. Bu yerda hech qanday siyosiy partiya tashviq qilinmaydi. Faqat Türkiye'nin hozirgi qadar taraqqiy qilish jarayonini statistika qilish orqali, ya'ni 2023 yilga qadar bo'ladigan ishlarni hisoblab chiqib, shu sonliq ma'lumotlarga asosan o'tirg'i qo'yiladi. Yillardan beri 2023 yil haqida so'z bo'layotdi. Chunki Lozan kelishimi 1923 yil imzolangan bo'lib, ba'zilarning qarashicha bu kelishimning muddati 100 yil. Biroq Lozan kelishimnomasida bunday bir muddat qayd qilinmagan. Ammo insonlar diqqatini yanada 2023 yilga markazlashtiryapti. Shu sababdan menmo u yildagi Türkiye'nin harbiy kuchini statistikaga qarta tayyorladim. 2023 yili Türkiye'de taxminan 87 milyon inson yashaydi. Askarlikda vazifa o'taydiganlar 40 milyon. Askarlik yoshiga yetadiganlar 1 milyon 900 ming. Askarlarning soniga qarab chiqadigan bo'lsak, u yilda Türkiye'de taxminan 1 milyon 400 ming askar bo'ladi. Tayyor askar soni 900 ming, zapas askar soni 500 ming. Endi havo armiya kuchiga nazar solaylik. Türkiye 2023 yilda 1400 havo quroli, 410 urush aeroplani, 365 hujumchi aeroplani, 490 yuk aeroplani, 340 mashq aeroplani, 520 urush tikuchar aeroplani, 110 hujumchi tikuchar aeroplaniga ega bo'ladi. Shuni ochiq deb qo'yish kerakki, Türkiye'ning uçqishchilikda milliy va xalqaro plani bor. Türkiye 2018 yilda F-35 urush aeroplanini zakaz qildi. Türkiye 2023 yilgacha 100 F-35 urush aeroplaniga ega bo'lishini umid qiladi. Bu tipdagi urush aeroplani dunyo taraqqiyotiga nurg'unlagan alohidliklarni olib kelmoqda. Bu tipdagi urush aeroplaniga ega bo'lgan davlatlar boshqa davlatlar tarafidan hurmatlanmoqda. Endi quruqliq armiya kuchiga nazar solaylik. Türkiye u yilda taxminan 4750 tanka, 10500 Bironovik avtomobil, 1250 zenit top, 1350 tartma top, 1200 ko'p xillik raketa atqushlarga ega bo'ladi. Yuqoridagidek Türkiye quruqliq armiya kuchi bu yomon emas. Chunki Türkiye 122 T raketa atadigan qurol sistemasini yasab chiqqan bir davlat. 2023 yilgacha eng yaxshisini yasab chiqadiganligi haqiqat. O'xshash vaqtda Türkiye ballistikalik o'tirhal manzillik boshqariladigan raketalarga ega bo'ladi va Türk injenerlari raketalarning 2500 kilometr yiroqlikdagi narsalarni bombardimon qila oladiganligini mo'ljallayotdi. Yana o'xshash vaqtda S-400 raketadan mudofaalanish sistemasini Rossiyaga zakaz qildi. Bu shaklda Türkiye O'rta Sharqda rasmiy mudofaa sistemasi jihatda qal'aga o'xshash bo'ldi va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotida tunji qatim S-400 sistemasiga ega bo'lgan davlat bo'ldi. Endi dengiz armiya kuchiga nazar solaylik. Türkiye 2023 yili 250 paraxod kuchi, bir aviamatka, 19 qo'dg'ichi paraxod, qo'g'lig'ichi paraxod yo'q, 15 kichik urush paraxodi, 15 suv asti paraxodi, 105 sohil bexatarlik paraxodi, 38 mina qo'yg'ichi paraxodlarga ega bo'ladi. Biz yana boshqa tafsilotlarga qarab chiqaylik. Türkiye'nin u vaqtdagi mudofaa xomjoti 25 milliard dollar, zapas oltin va tashqi peruti 125 milliard dollar, setilish kuchi 2 trillion 800 ming dollar bo'ladi. Shundoq, umumiy qilib aytganda, Türkiye'ga zakaz qilinishi kutilayotgan statistika bo'yicha hisoblangan raqamlarni ko'rib chiqdik. Albatta, bu yerda ko'rsatilgan raqamlar 2023 yilda mavjud bo'ladigan haqiqiy raqamlardan ortiq bo'lishi mumkin. Ammo yanada az ko'p bu raqamlar saqlanib qoladi.
va Turkiya 2023-yili kuchlik bir davlat bo'lishga qarab davomli ilgarilaydi. Albatta, birdan-bir kuchli davlat Turkiya emas. Boshqa davlatlarmi o'xshashla kuchlanib mangadi. Balki u yilgacha har xil urushlar yuz berishi mumkin yoki har xil davlatlar qurilishi mumkin. Mayli qandaq tushunchaga ega bo'layli, Turkiyaning har qachon yaxshi bo'lishini umid qilamiz.